qilgan taku zaryajni. Bolalar bugun 5 ta zadaniya bo'ladi. Yutganga bugun katta priz bor, chunki priz bugun bitta emas, ikkita. Ya'ni menga gol urib, bolalar pul ishlaydi bugun. Nakazaniya ham bor. Kim kam gol ursa, ana shu jo'piga turadi, hamma bola bittadan qop chiqadi. Ayollar bolalar, Sana ko'p o'qisang. Unda qana ketdi. Bolalar, mana bugun menga gol urib pul ishlaydi. Faqat ikkitagina odam pul yutishi mumkin. Eng ko'p gol urgan har bitta goliga $10 pul oladi. Ikkinchi o'rindagi odam, ya'ni ana shu pulni yarmini oladi. Qana ketdi. Baxa, pulni qachon tashab berasan? Bugungi yutuq pulini to'g'ridan-to'g'ri Rossiyadagi o'rtog'im tashab beradi. Qanaqasiga? T-Bank bilan bu juda oson. T-Bank Black kartasi bu Rossiyada ishlash va yashash uchun qulay debit karta. Endi unga mamlakatimizning go'zal tabiati bilan noyob dizaynni buyurtma qilishingiz mumkin. T-Bank Tinkoff bankining yangi nomi. Rossiyada yashab ishlaydigan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning 1 million nafardan ortiq fuqarolari uning mijozlariga aylangan. Chunki karta ko'plab ustunliklarga ega. Sizga qulay tilda bankdan foydalanish imkoniyati. T-Bank ilovasi o'zbek, qirg'iz va tojik tillarida. Yordam xizmati esa o'zbek va tojik tilida ishlaydi. Rossiyadan komissiyalarsiz pul o'tkazing. Oyiga jami 5 million rublgacha pulni chet elga yuborish mumkin. Nafaqat T-Bank bankomatlarida, balki boshqa bank bankomatlarida ham komissiyalarsiz naqd pul yechib oling. Bu kartani boshqa bank kartalari orqali yoki naqd pulda bepul to'ldiring. Kartani rasmiylashtirish uchun